Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun eng ko'p beriladigan savol. Hop, demak, qo'y go'shti kasallik chaqiradimi yoki qo'y go'shti mumkin emasmi degan, kasallikda mumkin emasmi degan savolga javob beramiz. Hop, bizning ishonchli manbamiz ustozimiz Abu Ali ibn Sinoni Tibb qonunlari kitobidan keltiriladi. Ustozimiz Abu Ali ibn Sino Tibb qonunlarining 2-tomida, ya'ni 2-kitobida lahm deb kelgan. O'sha yerda demak qo'y go'shti juda ham muloyimligi, juda ham tanaga shifo ekanligi to'g'risida juda ko'p manbalarni yozib qoldirganlar. Va hozirgi zamonaviy tibbiyot esa bu demak qo'y go'shtini demak nafaqat go'shti, balki undan olinayotgan yog' juda ham foydali ekanligi, ichki a'zolarni, soch tirnoqlarni, terini juda ham jozibador qilib ko'rsatishligi to'g'risida juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda va undan tashqari demak shu tibbiy kitoblarda ma'lumotlar beriladi. Hop, o'tirib gapirish lozim deb topdim. Hop, demak qo'y go'shti ko'p odam mumkin emas ekan, iste'mol qilish kerak emas ekan, kasallik chaqirar ekan deyishadi. Oxirgi o'rganilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nafaqat demak qo'y go'shti, balki parranda go'shtlari, quyon go'shti, misol uchun yovvoyi tabiatda o'sgan ya'ni hayvonlarning, parrandalarning go'shti inson sog'lig'iga juda ham tengi yo'q davo ekanligi to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Misol uchun demak quyonni go'shtini tarkibida oqsilga juda ham boy va eng tez hazm bo'ladigan, yengil hazm bo'ladigan go'shtlar kiradi. Misol uchun demak baliq juda ham foydali, tarkibida omega degan yog'i bor, vitamin D lari bor, temir, kalsiylari bor, juda ham shifobaxsh. Baliq ham, demak quyon ham, demak tovuq ham foydali. Endi biz aytamizki, xonaki bo'lgani undan ham yaxshi, ya'ni домашний условияda, ya'ni uy sharoitida demak boqilgan demak parranda go'shtlari va mol go'shtlari juda ham foydali. Endi odamlar aytadi, demak qo'y go'shti kasal qiladi, mol go'shti shifo yoki mol go'shti kasal qiladi, qo'y go'shti shifo deydi. Yo'q, unaqa emas. Ayniqsa bizning O'zbekistonda yetishtirilayotgan demak shu qora mollar juda ham foydali. Misol uchun men Buxoroda bilaman, aholisining deyarli hammasi mol go'shti iste'mol qiladi. Nimaga sizlar qo'y go'shti yemaysizlar deganimda, o'sha molli go'shtini o'zi o'sha qo'y go'shtini kuchini beradi, shuncha darajada quvvatli deb aytishgan. Haliga shunaqa deyishadi. Shuning uchun bizning O'zbekistondagi o'zimizdan jaydari mollarning go'shti juda ham foydali. Ya'ni o'zimizdan местный go'sht juda yaxshi, ya'ni qo'y go'shti bilan teng yuradi. Demak qo'y go'shtini mijozi aytdik, issiqlik dedik, ya'ni muloyim, ya'ni mo'tadil issiq. Endi yosh demak shu qo'zichonning go'shti undan ham shifoli. Endi Ibn Sino ustoz aytganlarki, demak shu old oyoqlarini go'shti juda ham foydali. Misol uchun men buzoqning go'shti juda maqtanilgan, juda ham shifobaxsh bo'lishligi to'g'risida kitoblarda keladi. Juda foydali. Endi ajratish kerak emas. Demak shu qo'y go'shti qachon ziyon bo'lishi mumkin? Go'sht uzoq vaqt qovurilsa, undagi foydali elementlari kamayadi. Misol uchun uzoq qaynasa ham, uzoq qovurilsa ham ketadi. Shuning uchun endi kuchli qovurib, jazlab, uni boshqa qilgandan keyin u go'sht emas, u ishlamay qolmaydi. Ichida hamma to'qimalari, oqsillari o'lganlar. Oqsil bo'lsa ham o'lik oqsillar bo'ladi, ya'ni tirik oqsillar bo'lmaydi. Xuddi shu singor, demak qo'y go'shti ham xuddi shunaqa. Qo'y go'shtini uzoq qovursangiz xuddi shunaqa bo'ladi, uni ham quvvati ketadi. Men ta'kidlab o'tamiz, diabetda ham, davleniya kasalida ham, boshqa hazm a'zolari kasallarida ham, teri kasallarida ham hozir oxirgi men o'zim ishlayotgan biladigan doktorlarim ham bemalol qo'y go'shti yeyvering deydi, quyon go'shti yeng deydi, kurka deydi, mana g'oz go'shti yeng deydi, o'rdak go'shtini yeng deydi, quyon go'shtini yeng deydi, bemalol aytishadi. Hattoki bir otni demak shu go'shtini ham tavsiya qiladigan vrachlar ham bor masalan. Juda ko'p kasal bo'ladiganlarga, quvvati kamlarga ot go'shti yeb turing deydi masalan. Hop, juda ko'p vrachlar misol uchun qo'y go'shtini tavsiya qilyapti, quyon go'shtini
men o'zim ta'riflab berdim. Bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Endi sharti bor. Siz uni qancha ko'p qovursangiz, shuncha vitamini ketadi. Endi uni tarkibidagi o'sha moddalar parchalanadi. Uglevodga aylanib qolishi mumkin. Qanaqadir miqdorda deylik, o'sha ko'p issiqlik ta'sir qilaverganidan o'sha issiqlikning energetikasi ta'sir qilishi mumkin, quvvati bilan ta'sir qilishi mumkin. Shunda sizni qon bosimingizni ko'tarishi mumkin. Lekin qaynatilgan bo'lsa, bemalol mayli go'sht yeyishdan qo'rqyapsizmi, sho'rbasini iching. Juda ham foydali. Keyin ovqatni har xil yog' solib ishlatish kerak, turli xil. Faqat bitta go'sht bilan yeyirish kerak emas, aralashtirib go'shtlarni ham solish kerak. Misol uchun bitta qozonga deylik, bittada ikki xil hayvon go'shtini solib bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, qo'y go'shti bilan tovuq go'shtini birga solib ovqat qilib bo'lmaydi. Yoki-da aytaylik, quyon go'shtidan ovqat qilish kerak, yoki qo'y go'shtidan, yoki tovuq go'shti olish kerak, yoki quyon go'shti olish kerak. Aralashtirib go'sht solib ovqat qilib bo'lmaydi. Mumkin emas unaqa go'sht qilish. Ya'ni ovqat qilish nimaga desa, yo'q sizni tanangiz anaqani hazm qilish kerak quyon go'shtini, yoki-da o'sha tovuq go'shtini hazm qilish kerak. Shuning uchun bo'lmaydi. Xo'p, bemalol yeyish mumkin. Hamma kelib so'raydi, qo'y go'shti mumkinmi, qo'y go'shti. Bemalol yesa bo'ladi. Hamma go'sht yesa bo'ladi, faqat chegara bor. Yeyishim kerak ekan deb ko'zim bilan ko'rganim birlaganni yeydiganlar bor. U tabiiyki kasallik chaqiradi. Siz yedingiz, ichdingizmi, sarf qilishingiz kerak. Sarf qilmasangiz foydasi yo'q. Misol uchun 10 kilo go'sht yedingiz, 10 kilo go'shtni quvvatini chiqarmasangiz, u qayoqqa ketadi u? Sizni kasal qiladi. Shuning uchun tartib degan qoida bor. Parhez degani o'zi tartib, qoida, intizom degani. U faqatgina ovqatlanish degani emas parhez. Biz o'shaning uchun parhez yozsak, tushuntirib beramiz. Kamroq yur, ko'proq dam ol, asabiyni buzma, yoki ko'proq harakat qil, yoki kamroq harakat qil. Hayotini, ya'ni turmush tarzini tartibga solish dieta deyiladi. Ya'ni parhez deyiladi. Faqat ovqatlanish emas, ovqatlanish bilan odam tuzalganda hozir kasal odam qolish kerak emas. Ko'proq qilib aytganda. Shuning uchun tartibga solish kerak. Turmush tarzini tartiblashimiz kerak. Ana o'shanda yaxshi bo'ladi. Endi demak xulosasi shuki, har qanday parranda go'shtlari, ayniqsa yovvoyi tabiatda o'sgan kurka, induk deydi, to'g'rimi? Yoki tovuq, yoki bedana, chumchuqlarning go'shti foydali. Tib qonunlarining 2-kitobida lahm deb kelgan. Shuni sotib olib o'qisangiz ham yozilgan o'sha yerda keladi. Keyin o'rdek go'shti juda maqtanilgan, yeyish mumkin. Yovvoyisi bo'lsa undan ham yaxshi. Keyin uy sharoitida bo'lsa qo'y go'shti, mol go'shtini yeyish mumkin. Bizning mol go'shti juda ham foydali. Aytaylik, o'sha mesni o'zimizning go'shtlar yuqorida aytgandek, o'sha qo'y go'shti bilan teng yuradi, ya'ni quvvati juda ham ko'p. Bemalol yeyishlik mumkin. Endi Ibn Sino rostdan ham mol go'shtini, endi mol go'shti deganda bu yerda faqatgina o'sha buqa yoki-da g'onajin, ya'ni molli ayoli to'g'risida emasda, umumiy qilib mol go'shti deb aytilgan va ba'zi bir joylarda xo'sh, sigara go'shtini maqtanilgan joyi bor va mumkin etilmagan joyi bor. Yoki qo'y go'shtini ham tavsiya etilgan joyi bor, tavsiya etilmagan joyi bor deylik. Yoki demak o'sha ho'kizni ham tavsiya etilgan joyi bor, tavsiya etilmagan joyi bor. Lekin umumiy olib qaraganda hozirgi paytda sharoitingizga qarab ish qilsangiz bo'ladi. Yevring, nima yegingiz kelsa ham. Bitta gap bor, xasta odamni, bemor odamni ko'ngli nimani tusasa, shuni tayyorlab bergin deydi. Shuning uchun nima xohlasa shuni qilish kerak. Endi bitta narsa bor. Urjuz degan kitob bor, Urjuza, hattoki hozirgi protokollarda ham, kitoblarda ham keladi. Biz misol uchun men doktorman, sizga aytdim, shu narsa mumkin emas, yemang dedim, qat'iyan taqiq qo'ydim. Lekin shuni sizni tanish shunaqangi xohlayapti yeyishni, nafsingiz shunaqangi yegiz kelyapti deylik, o'sha demak qo'y go'shtini. Men zapret qo'yganman, yemagin deb. Ibn Sino nima deyapti? O'sha taqiq qo'yilgan narsa deyapti. Sen xohlayotgan narsadan ko'ra past deyapti. Ya'ni seni ko'ngling o'sha narsani tutyapti. O'sha nafsing qonadigan darajada ozroq yegin deyapti. O'sha senga foyda deyapti. Lekin chegarani buzib olmagin deyapti. Tushuntira oldimmi? Shunaqa joyi bor. Shuning uchun
qo'y go'shtini ham, parranda go'shtini ham, quyon go'shtini ham yeyish kerak. Endi har bittasining xususiyatini sanab o'tadigan bo'lsam, demak haqiqatda demak qo'y go'shti shifo, mol go'shti ham shifo, demak tovuq go'shti ham shifo. Xo'p, parranda go'shtida kollagenlar juda ham ko'p. Demak quyon go'shtida oqsil juda ham ko'p, mijozi issiq bo'ladi quyon go'shtini. Mol go'shtini ham qarash kerak. Agarda yosh buzoq yoki yosh ho'kiz bo'ladigan bo'lsa, issiqroq bo'ladi. Lekin qanchalik parranda yoki o'sha mollar, hayvonlar deylik, yoki quyonni aytyapmiz. Qanchalik yosh keksa bo'lsa, shunchalik anaqa go'shti yaxshi bo'lmaydi. Unda endi qari narsada bilamiz, kasallik ko'p bo'ladi qari narsa. Shuning uchun qari molli go'shtdan ko'ra yoki qari parranda go'shtidan ko'ra yoshrog'ini yeganimiz yaxshiroq. Shunda foydali elementlari ko'proq bo'ladi. Misol uchun quyon go'shti demak o'sha buyrakni qizdirish, ichki tanani qizdirish, viruslarni o'ldirishga, shamollashga juda ham ko'p foydasi bor quyon go'shtining. Xosatan demak o'sha qo'y go'shtida ham demak o'sha temir juda ko'p, oqsil ko'p saqlaydi, mis ko'p tarkibida qo'y go'shtida. Mol go'shtida ham xuddi shunaqa. Unda ham o'sha foydali elementlari juda ham ko'p sanab o'tganimizdek. Faqat tartib intizomi buzmagan holatda iste'mol qilish kerak. Endi bizga kasal bo'lgan odamlarga ko'proq tezroq hazm bo'ladigan, tezroq singadigan go'shtlarni tavsiya qilaman. Shuning uchun men ko'proq quyon go'shti, parranda go'shti, hayvon go'shti yeydigan xohlab qolsa deylik, demak shu qo'y go'shti yeb turing deyman. Lekin mol go'shtini ham yeyvering bemalol deyman. Lekin qo'y go'shtini birinchi o'sha kitobida eng latif, eng yaxshi, eng tez hazm bo'ladigan, singadigan go'sht deganlar. Shuning uchun qo'y go'shti yeysiz ham bo'ladi deymiz. Shuning uchun tavsiyamiz go'sht iste'mol qilish, kuniga 200 gram sof toza go'sht iste'mol qilish va 20-30 gram miqdorida o'sha hayvon yog'larini iste'mol qilishimiz biz uchun eng asosiy bo'lgan to'qimalarimiz, hujalarimiz uchun asosiy fundament yaratib beradi. Shuning uchun kasal bo'lmasligimiz uchun, sog'lom, baquvvat, shijoatli bo'lishimiz uchun demak o'sha kunlik porsiyamizni yeyishimiz kerak bo'ladi. Bugungi eshittirgan ma'lumotimiz siz uchun manfaatli bo'ldi deb bilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.